menga qanday ranglar yarashadi, o'zi qanday ranglarni tanlashim kerak deb ko'p ayollar, ko'p mijozlarim murojaat qilishadi. Bu narsani to'liq har bitta odamga individual ishlab chiqiladi aslida, lekin qisqagina qilib tushuntirib o'taman. Endi ayollarga foydali bo'lish uchun umuman ranglarni his qilishni bilish kerak birinchi o'rinda. Ranglarni his qilish nima degani? O'zi tabiatdagi ranglarimiz bizda iliq, salqin ranglarga bo'linadi-da. Iliq ranglar mana bu rangli doirada ko'rsatsam bo'ladi. Quyosh, iliq, issiqlik bilan bog'liq bo'lgan ranglar, ya'ni sarg'ishlik bilan bog'liq bo'lgan ranglar iliq ranglar, ko'k osmon, havo, salqinlik bilan bog'liq bo'lgan ranglar salqin ranglarga kiradi. Bundan tashqari neytral ranglarimiz bor. Neytral ranglar bu oq, qora va kulrang. Mana shu 3 ta rang neytral ranglar. Mana shulardan qaysi birini tanlash kerak? Biz O'zbekiston hududida ayollarimizni, umuman insonlarimizni, ayollarning ham erkaklarning ham qosh ko'zlari, sochlarimiz to'qroq rangda, terimiz och rangda bo'lganligi uchun bizga ko'proq salqin ranglar to'g'ri keladi. Ya'ni bizning insonlarimiz salqin ranglarga mutanosib ko'proq. Endi salqin va iliq ranglar haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, internetda bu haqida juda ham ma'lumotlar ko'p, buni qidirib topish mumkin osongina, yoki bizning kurslarimizda bemalol o'qib o'rganib chiqishlari mumkin. Lekin salqin ranglarni topib, bilib, ana undan keyin o'sha salqin ranglarga ko'proq urg'u berilsa va ularni neytral ranglar bilan birga uyg'unlashtirib obrazlar yaratilsa, ayollarimizni tashqi ko'rinishlari yana ham chiroyliroq, yana ham effektliroq ko'rinadi.